Assalomu alaykum YouTube kanalimizda obunachilari, bizani doimiy kuzatuvchilar. Bugun sizlarga bitta drabilkamizni yana ham obzorini qilib o'tamiz. Bu drabilkamizni boshqa drabilkalardan afzallik taraflarini aytib o'tamiz va ko'rsatib ishlatib beramiz. Bu drabilkamizni hozir avval bitta upakovkadan ochamiz. Xitoy kompaniyasiga tegishli, bu Bao kompaniyasiniki. Universal drabilka hisoblanadi. Har doimgi mana shu drabilka deyishingiz mumkin. Yo'q, har doimgi drabilka emas. Ularga nisbatan farqi bor buni. Hozir afzalliklarini sizlarga bitta aytib o'tamiz, ochib. Bu drabilkamiz qolganlariga nisbatan biroq farq qiladi. Pulida ham, o'zida ham, ko'rinishida ham ozgina farqi bor. Yaqinroq ko'rsataylik. Mana drabilkamizni mana bizlardan olganlar biladi. Mana shunaqa zavodskiy drabilkalar mana shunaqa bo'ladi. Mana salafanlar, materiallar o'ralgan. Mana kraskalarni ham o'zi ko'rganingizdan bilasiz, yaltirab turishini. Mana ichidan sitkalari chiqyapti. Sitkalari ham materiallari qalin bo'ladi bularning zavoddan. Shunaqa. Keyin bitta farqiga boraylik. Zavodni sitkalarini mana shu chetida mana qoshi bo'ladi, mana. Teshilib qo'shib o'tib ketmaydi. Mana bu yog'ida. Mana shu qoshi bo'ladi, mana chekkasida. Mana maydasini ham ko'rsataman. Mana. Teshiklar yo'q joyi bo'ladi. Zavodda mana shunaqa chiqadi. Mana 4 ta sitkasi qalin metalldan ishlangan. Va balonchalari. Endi afzallik tomonini bitta ko'rsatib o'tishim kerak. Bu nega bu boshqasidan nima farq qiladi? Motoriga keladigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, toza 4,5 kilovat mis motor bo'ladi bu. 100% kopper mana. Tepasida o'sha tokni ko'rsatib turadigan 100% mis motorlik 4,5 kilovatlik universal drabilka. Mana avtomatlarimiz bor. Buni mana tepasi mana bunaqa отдельно mana bunaqa ochilib yopiladigan bo'ladi. Sababi buni mana bunkerini hozir tepasiga qo'yamiz. Yes. Mana shunday qotiriladi. Buni bolt gaykachalari bilan buni hozir bitta qotiramiz-da, yig'ib buni ishlash jarayonlarini ko'rsatib beramiz. Keyin oxirida narxlarini aytib o'tamiz. Yig'ib tashlaymiz buni hozir. Qotirib bunkerlarni. Azbek burab tashlavering. Головка o'pkisiz bitta. Mana nima balonchalarni qo'yib oldik. Tepada bunkerni qo'ydik. Endi sitkani tak nima birinchi don o'tkazib ko'rsatib beramizmi? Avvalambor donni o'tkazamiz, bo'lmasam g'ashak o'tkazib beramiz. Bismillah, donnikin sitkasini qo'yganmiz. Mana oddiy oson qo'yish ham qiyin emas bu. Endi pastga tushirib olamiz buni. O'tkazib olamiz, avval bug'doy solamiz mana. Bismillah. Mana temirini qo'yib oldik ichidagi. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rinib turish uchun biz hozir salafon qo'yib olyapmiz. Donimiz qanaqa chiqishligini bitta ko'rish uchun. Aslida o'zi bu yoqqa yashik biron nima qo'yib olish kerak, tayyor qilib moslama qilib olinadi. Hozir buni donni chiqarib sizlarga ko'rsatib beramiz. Orqasidan mana shuncha, mana qo'l xashagimiz turibdi. Buni ham sizlarga bitta o'tkazib obzor qilib beramiz. Bo'ldi? Bo'ldi.
Bismillah, mana qo'shib olamiz. Mana kelinglar, mana buni ochamiz. Mana kallachasini ham mana qo'yib qo'yaylik. Ha, salabanchada. Mana plasma. Mana ketdi, ochildi. Ha, chiqa boshladi. İçini bitta ko'rsatib olaylik. Ha, balkim. Ha, içini ko'rsatamiz mana. Qoptagini ham bitta anchini ko'rsatib olaylik. Salaban ochilib ketdi chetida. To'liq ichidagi chiqib ketsin endi. Sotib o'raylik. Keyin anaqa chiqazamiz-da. O mana bu yerga tepasiga mayinlari yig'ilibdi. O o'ta mayin-ku bu. Mana mana kelinglar. Mana qisqaningizda mana ozgina press bo'lyapti mana. Bemalol oshqozoniga yuqadigan qilib chiqazib beryapti, ko'ryapsizlar. Xohlasanglar mana shunday donni chiqazib olishlari ham mumkin. Endi sitkasini almashtirib, hashak chiqazib ko'rsatamiz. Mana sitkasini olib tashlaymiz. Hashakni ham shu tepasiga chiqazaveramizmi? Mana donni chekkaga olib qo'yish kerak bo'lmasa. Qo'l hashakka mana buni qo'yamiz.
mushagimizni mana yanchib berdi, mana ko'rishinglar mumkin. Mana bularni endi narxiga keladigan bo'lsak, narxini aytib o'taylik endi oxirida. Bu donni, mana xashaklarni, quruq xashaklarni ham chiqazadi. Agar mana bu xashakni ozgina bir kun suvni qochiribroq chiqarsanglar, salgina yirikroq ham chiqazib beraveradi, chiroyli qilib chetkalarini almashtirib. Bular narxiga keladigan bo'lsak, mis motorlik bu universal drabilkamiz 3 million dastavkasi ichida. Alyumin motorligi bor, xuddi shuni 4 kilovatligi 2,5 million bilan unisini dastavkasi ichida narxlarda. Kanalimizdagi mana shu raqamlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.